Savbon roziyallohu anhudan rivoyat etilgan bir hadisda shunday deyiladi: Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan ketayotgan edik va bir qabristonga kelib o'tdik. U yerda Allohning Rasuli alayhissalom biroz turdilar va shiddatli bir shaklda yig'ladilar va menga qarab shunday dedilar: Ey Savbon, bu yerda yotganlar azob tortyaptilar. Allohga duo etib, ularning azobini kamaytirdim. Ey Savbon, agar bular Rajab oyida bir kun ro'za tutsalar va uning bir kechasini Allohga bag'ishlasalar edi, qabrlarida azob ko'rmasdilar. Ey Allohning Rasuli, bir kun ro'za tutib, bir kechani unga bag'ishlasalar, ulardan qabr azobi ketadimi? Ha, ey Savbon, meni haq payg'ambar qilib yuborgan Allohga qasamki, xotin, erkak Rajab oyida bir kun ro'za tutib, bir kechasini Allohga bag'ishlasa, albatta buni Allohning roziligi uchun qilsa, Alloh unga kunduzi bir yillik ro'za tutganning savobini beradi. Jannatda shunday bir ko'shk borki, bu dunyo uning yonida qushning inidek hisoblanadi. Ushbu ko'shkka faqat Rajab oyida ro'za tutganlar kira oladi.